hozirda bizda Chakana biznes bo'limimizda 2026-yil yangi kreditlarimiz bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Hozirda bizda uyga, ya'ni ko'p qavatli uylarga kreditlarimiz mavjud. Ya'ni yangi qurilayotgan ko'p qavatli uylarimizga 18% dan 20 yilga boshlanish sharti. Agar ishlaydigan bo'lsangiz, ish haqingiz bo'lsa 15% yo'naltirilgan holda 18% dan 20 yilga kredit chiqarishingiz mumkin. Agar ish haqisi yo'q bo'lsa, ish haqisizga ham boshlang'ich 20% tagiga yo'naltirilgan holda 18% dan 20 yilga kreditlarimiz mavjud. Faqatgina KTM ish haqisi salgina toza bo'lsa, uni o'tkazamiz. Va ikkilamchi uy xonadonlar sotib olmoqchi bo'lsangiz, uni bizga 26% dan 10 yillik muddatda beriladi. Avtokreditlarimiz mavjud. 25% dan 4 yillik bemalol shartnoma olib kelsalaringiz chiqarib beramiz. Va mikroqarzlarimiz ham mavjud. Ish haqiga bo'layotgan bo'lsa 40 million so'mgacha 1 yilga 28% dan 2 yilga 29% dan kreditlarimiz mavjud. Bemalol kelsalaringiz tushuntirib o'tamiz.